Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar o'z samarasini bermoqda. Farzandlarimizga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan holda bilim berish birlamchi vazifaga aylangan. O'z navbatida inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlarida bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilashga ham e'tibor qaratilmoqda. Inklyuziv ta'limning maqsadi alohida ta'limga ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni ta'minlashdir. O'g'lim Bahodirov Nurmuhammad eshitish darajasining pastligi tashxisini bildik. Farzandimni men shu o'z tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim olishini xohlar edim. Bizda bunday imkoniyatlar yo'q edi. Ana shu inklyuziv ta'lim joriy etilgandan keyin hammasi yaxshi bo'ldi. O'g'lim bemalol tengdoshlari bilan birgalikda bitta sinfda bir joyda o'tirib, o'qib, ta'lim tarbiya olmoqda. Men quvongan tarafim, meni o'g'limda nutq yo'q edi-da. Hozir nutqi bemalol o'zini hamma narsasini aytadi. Baho olganini aytadi. Masalan 4 olib borsa, men 4 oldim deb xafa ham bo'lib qoladi-da, yo 3 oldim deb xafa bo'ladi. Shunga qarab intiladi ham-da. Men farzandimni shu inklyuziv ta'limga berishdan oldin ko'p uylardim, xavotir olardim, qanday bo'laykan, qanday moslashib ketarmikan. Xavotir olganman-da endi. Uni menga o'xshagan ota-onalar biladi-da. Shuning uchun ota-onalarga aytaman, hech ham xavotir olmasinlar. Qaytanga bu inklyuziv ta'lim juda ham yaxshi. Farzandim hayotga yaxshi moslashgan. O'g'limni eshitishlari ham yaxshilanyapti, nutqida rivojlanishi yaxshi. Tengdoshlari bilan birgalikda bemalol o'zi muloqot qilib, sportlarga boradi, mashg'ulotlarga keladi, to'garaklarga kelib hammasi yaxshi. Bu uchun prezidentimizga kattakon rahmat. Ayni paytda Navoiy viloyatida 30 ta maktabda 80 nafar nogironligi bo'lgan bolalar inklyuziv sinflarda ta'lim olishmoqda. Maxsus pedagoglar va tyutorlar har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda yordam ko'rsatmoqda. Ta'lim bolaning imkoniyatlariga qarab moslashtiriladi degan tamoyilni ilgari surib, hattoki o'sha yangi tahrirda konstitutsiyamizda ham 50-moddasida inklyuziv ta'lim haqida aytib o'tilganligi bu mana shu fikrimiz yorqin dalili bo'la oladi. O'quv yili boshida maktabimizda inklyuziv sinflar tashkil etildi. 2 nafar o'sha nogironligi bo'lgan bolalarni ta'limga jalb etib, mutaxassislarni jalb qildik, o'quv jarayonlarini boshladik. Ko'rib turganimizdek natijasi biz kutgandan ham yaxshi. Buni biz bolani o'zini psixologiyasidan bilib olishimiz mumkin. Ota-onani mamnuniyatligidan, minnatdorchiligidan bilishimiz mumkin. Chunki o'zini o'sha nogironligi bor bolasini ota-ona kelajagini qanday bo'lishi haqida bosh qotirayotgan paytda bu inklyuziv ta'lim ayni muddao bo'ldi. Ya'ni o'sha inklyuziv ta'limda bolalar jamiyatda kelajakda ham o'zini o'sha o'rnini bemalol topa olish imkoniyatini ochib berdi inklyuziv ta'lim. Albatta bu ta'limni tashkil qilishda biz o'sha ota-ona murojaati bilan birgalikda Inson ijtimoiy xizmatlar markazi bilan birgalikda hamkorlikda ta'lim tizimini yo'lga qo'ydik. Ta'kidlash kerakki, 2025-26 o'quv yilida viloyat bo'yicha qo'shimcha 45 ta maktabda inklyuziv sinf tashkil etilishi rejalashtirilgan bo'lib, o'quvchilarning qamrovi 150 nafarga yetkaziladi.